Akam uchun bilasizmi kimman? Kimsan? Massajni stul. Ofisant. Xullas qulmanda. Oldida pul turib, nargi xonadan kelib ma'no berishim kerak edi. O'zini qo'li yo'q, bunday olishga. Bor kola olib kelib magazinga yubordi-da. Borib olib kelsam, sigaret esidan chiqibdi, bor olib kel dedi. O'zi esidan chiqmagan, men sarson qilish kerak-da. Qishloqda odamlar kuchuk urishtiradi, qo'y urishtiradi-ku. Akam meni urishtirardi-da. O'zimdan 3-4 yosh katta bolalar bilan. Yana pul tikardi u bolani yutishiga. Katta boladan kaltak yeganim yetmaganda uyga kelib akamdan ham kaltak yerdim-da. Nimaga kaltak yeding? Kuching yetmasa urush qilma derdi. O'zi atayin akam urishtirdi. Dunyoda 3 ta narsadan qo'rqaman-da. Birinchisi qo'rqinchli kino ko'rib, kechasi ko'chaga chiqishdan qo'rqaman. Ikkinchisi akamni meni urishidan qo'rqaman. Uchinchisi uydagilarim akamni urishidan qo'rqaman. O'shanda ham kelib meni uradi-da. Maras.